Assalomu alaykum. Kommentariyalarda ko'pchilik ko'knori haqida ham video qilishimni so'rashdi. Bu ko'knorini qo'yib turing, undan ham zo'ri bor. Ko'knordan keyingi o'rinda turadigan narsa bu zafaron. Qadimda podshohlar zafaronni bir xaltachasi uchun, ya'ni taxminan 100-200 gram uchun bitta qizil ot berishgan. Qalbakilashtirganliklari uchun esa qatl qilishgan. 1 kilosi hozirgi kunda 50 milliondan 120 milliongacha turadi, lekin mana shunaqa 1 gramligini sotib olsangiz taxminan 100 ming atrofida. Bu sizga taxminan 30 marta tayyorlashga yetadi. 1 kilogram zafaronni olish uchun 150 ming dona gul kerak bo'ladi. Bu jarayon faqat qo'lda amalga oshiriladi. Zafaron asosan Eron, Hindiston va Ispaniyada yetishtiriladi. Eng sifatlisi Eronga tegishli. Lekin bizni Jizzaxdagi baxmalliklar zafaron yetishtirishda va sifatda ulardan ham o'tib ketmoqda. Asabi ko'p buziladigan insonlar zafaronni doimiy iste'mol qilsa, asab tizimini tinchlantiradi. Sababi zafaron kayfiyatni ko'taruvchi serotonin gormonini ko'paytiradi. Kayfiyatni ko'taradi, immunitetni mustahkamlaydi, yallig'lanishga qarshi samarali kurashadi. Qon aylanishini yaxshilab, yurakni himoya qiladi. Hatto u xotirani mustahkamlash va diqqatni jamlashda ham yordam beradi. Zafaron teringizni yoshartiradi va qarishni sekinlashtiradi. Tez qarishni xohlamaydigan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Albatta xursand bo'lishadi. Zafaron sog'lom hayot uchun oltin kabidir. Endi buni sizlarga qanday to'g'ri tayyorlashni ko'rsatib o'taman. 5-6 dona tolani idishga solib, ozgina shakar